Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Mana bugun sana 5-may 2026-yil. Termiz Namuna mahallasida turibmiz. E'tiboringizda Kamoliddin akam Markanetda ekkanlar. Mana ekinimiz уже massasidan boshlanib, уже tepa pog'onalariga chiqib qolgan. Mana Markanetda bugun har xil sharoitlaridan videolar tayyorlayapmiz. Assalomu alaykum Kamoliddin aka. Yaxshimisiz aka? Xirmonga baraka. Umringizga baraka aka. Xo'p, Kamoliddin aka, nechinchida ekilgan bu ko'chatlar? Bular 15-dekabrda ekilgan. 15-dekabr. Amakivachingiz bilan bir vaqtda ekkan ekansizda sizlar. Bugun sana mana 5-may. Nechinchida terim boshlandi? Bular aprelda boshida terim boshlangan. Ha. Markanet o'zi yarim indeterminatli, bo'yi past bo'ladigan gibrid. Mana buni isbotini ham ko'rishimiz mumkin mana voqeada. Hop, nimasi bilan boshqalardan, nima gibridlardan nima qismi? Gibridligi bu tezligi juda tez ekan, ham hosildorligi juda zo'r. Har bitta hosil 250-300 grammdan bor. Ha, hosillar. Nechta pog'ona qoldirdinglar bunda? Bunda 4 tadan pog'ona qoldirilgan. 4 tadan tepasidan o'zingizlar urdinglar. O'zi ham to'xtaydi lekin o'zi ham. Biz o'zimiz urganmiz endi. Pastdagi birinchi, ikkinchi pog'onalarni ter bo'libsizlar o'zi. Uje 3-4 ga chiqib qolgan. Ko'p joy 4 ga ham chiqqan. Ha. Hop, boshqa nima narsani xush ko'rar ekan, nima oziqani yoki suvnimi, nimani yomon ko'rar ekan, nima farq qildi? Hammasi zo'r ekan. Suvni ham, borini ham ko'tarar ekan bu. Ha. Tavsiya qilamiz mana shu Markanetda ekishni. Pomidor qattiq ekan, pomidorlar. Pomidorlar qattiq. Yaxshi ekan. Issiqda mana kunni issig'ini ko'ryapsizlar, 38-40 gradus bo'lyapti bugun erta. Hop, sizga yoqdi, bozor bor, xudo xolasa. Bizga yoqdi. Tavsiya qilamiz qolganlarga. Ha, demak eksa vaqtli chiqib, narxlar yaxshiroq vaqtda Shunday. teriladi. Yaxshi vaqt. Qani naryolarni ham bir ko'rsatingchi, poyalaringizni bir pog'onalarni sanangchi. Bu yerda pog'ona 3-4 da ko'proq berdim. 4ta, 3talar. Mana. Birinchi pog'onasi tugagan. Pog'onasi tugagan mana. Mana ikkinchi. Mana 3. Oxirgisi 4. To'g'ri. Mana barakasini bersin. Pomidorlari yirik, 200-250 gramm atrofida. Ko'tara olmasdan yiqilib ham ketyapti. Bektasi. Buni ertaroq eksa, ertaroq ham chiqaverar ekanda, ha. Ha, ertaroq ekish kerak ekan o'zim. Ha, qaraydi. Sindirib. Savat bo'lib solib yotibdi. Shunda ha, birdan qizaryapti. Hammaga tavsiya qilamiz. Hammaga tavsiya qilamiz, ekinglar. Rahmat. Zo'r pomidor ekan. Rivojini bersin, barakasini bersin. Aytgan.